Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan 6-darsimizni ham ko'rib chiqamiz va bu darsda biz nima qilamiz? Bugungi darsimizda sizlar bilan soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, battalar haqida ko'ramiz. Keylab bularni biz hozircha o'chirib yuboramiz va yangitdan boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, bugungi darsimizda telefon raqamini olib olishni ko'raylik. Kelinglar qanday bo'ladi. Buning uchun hisobot.on va uni ichida esa misol uchun start beramiz. Endi buni oldin ham aytganman, bizning asosiy maqsad nima vazifa bajarishini ko'rsatish bo'ladi xolos, ya'ni boshqa bir narsaga qiziqmaymiz. Bot nuqta, ya'ni on bot nuqta send message desak va mijozning o'sha idsiga va biza biron bir xabar welcome to bot yoki o'zbekcha yozsak ham bo'ladi. Misol uchun iltimos, ya'ni telefon raqamingizni kiriting degan bir battan yozsak bo'ladi. Misol uchun aytyapman albatta. Va undan keyin esa bizga kerak bo'ladigan narsa, ya'ni reply markup. Va endi bu yerda esa bizani keyboardimizni berishimiz kerak albatta. Keyboard mana bu holatda keyboard. Endi e'tibor bering, shu joyda bitta ahamiyatli joyi, obyekt ochyapmiz, telefon raqam. Biza bundan oldin esa bunday qilmadik, faqat telefon raqamini o'zini yozgan edik yoki biron bir menyu qilgan edik, ya'ni jo'natish uchun. Lekin request contact through degan joyi bor. Buni vazifasi nima? Bu yerda request contact through degan, ya'ni biz o'zimizning kontaktimizni ulashishga rozilik bildirishimiz uchun, ya'ni qo'yiladi. Ya'ni bu siz buni bosgan paytingizda mijozni, ya'ni kontaktini qabul qilib olayotganimizni, ya'ni mijozni, ya'ni o'zi rozi bo'lib, ya'ni kontaktini jo'natayotganini bildirish uchun qilishimiz kerak bo'ladi. Va endi kontakt yubordi ham deylik, lekin biz uni qabul qilganimizni bildirish uchun bot.on on kontakt misol va kontakt degan xususiyati bor o'zini. Bu misol как message o'xshagan bo'ladi va send message rahmat, telefon raqamingiz qabul qilindi deb turib, telefon raqamini misol uchun mana kontaktga chiqib o'zimizni konsolga chiqarib olsak ham bo'ladi yoki mijozni o'ziga ya'ni ko'rsatsak ham bo'ladi. Xuddi shuni aytsangiz bo'ladi, ya'ni telefon raqamingiz qabul qilindi va undan keyin esa mana bu yerga buni bu holatda yozilmaydi. Buni bilasizlar qanday yozilishini. Mana buni olib tashlab turib, mana bunaqa qish qavusda sizning telefon raqamingizni qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu ham bitta variant sizlarga. Konsol kerak emas. Tekshirib ko'ramiz. npm run dev. Mana men bor uzr, ozgina shamollab qo'ygandim. Mana bizda xatolik berdi. Qaytadan ishlatamiz hozir. Mana bo'ldi, tuzaldi. Va men bundan oldin jo'natib ko'rgandim, ya'ni start. Yana start. Ishlamadi. To'xtang, bittadan raqam chiqib qoldi, bo'ldi. Va biz raqam tanlab OK deb bossak, mana bizga aytyapti. Ya'ni sizning telefon raqamingiz mana bunda aytyapti. Bu mening nomerim. Misol uchun mana shu holatda ham biza mijozni telefon raqamini olsak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.